Ana dalbayop nima qilyapti-ki? Mana yugurib ketyapti. Bu mashina bechora o'ta olmayapti. Bizda hozir O'zbekistonda bo'lganda signalchi olib oldiga to'xtab urib tepib pichoqlab ketgan bo'lardi anoni. Yo'lda o'rtasida yurib nima bor ekan bo'zagiga. Mo'g'arlar aylanib o'tyapti. Mana shu yerda ham o'zim hali fikrimni tiqishim kerak, aqlliman, hamma narsani bilaman. O'l, qizil shorti kiyibdi, erkak kishi bo'lib, o'l. Burchakdan yashirib kameraga olyapman, ko'rib qolmasin deb. Ko'rsa meni urishi mumkin-da. Umrim mobaynida nechta odam bilan gaplashgan bo'lsa, hammasi yo birinchi yo ikkinchi deb qolgan kalta yegan odamlar qani deysan, bitta men kalta yeb yurganmanmikin shunda butun O'zbekiston bo'yicha hamma meni urgan ekanda. Shunaqa dinamik jolishni kutib turishadi shular. Bizda shunaqa agressivniy muhtirasi rivojlangan bilasizlar, bir-biriga недовольный qarash, недовольный gapirish, bunday qilib jiddiy turishadi. Hali jicha bankalar chiqib qolgan bo'lsa, kimdir menga bitta недовольный gapirib qo'ysa, men uraman deydigan hissiyotni sizlarga yetkazgisi kelib turadi. Bu yerda UFC sizlar ko'ringlar, qo'llari ko'ksida o'zini sportsmendga tutmaydi. Kulib narimanli yuradi. Ortiqcha anaqa gap so'z qilmaydi. Bori shunisiga 5 ketaman. Amerikadagilarda. Aniqsa bizda agar kimdir sal mindayroq ish ishlab qo'ysa, ofitsiantmi yoki dastavshiymi Yandex-Pandexda bo'ldi, ketdi u odam emas degan hayol. Juda ham bizda ashta tarbiyasi buzilgan odamlar ko'p. Xullas bitta gap, hech kimdan qo'rqmaydigan odam hech kimdan qo'rqmayman deb dunyoga jar solmaydi. O'ziga ishongan, spokойно yuradi, o'zini erkin his qiladi любой joyda ham. Yugurib turgan Davudbek haqida video qildim, oxirida nimalar deyapman videoimga siz kelmaydi.